Men bir necha yildan beri yillik, oylik, haftalik, kunlik reja va maqsadlar yozib kelaman. Reja, maqsad yozish hayotimizni to'g'ri boshqarishga, vaqtdan unumli foydalanishga yordam beradi. Lekin oxirgi paytlarda shuni sezdimki, amalga oshgan rejalarim, amalga oshgan maqsadlarimda juda ham o'zimdan xursand bo'lar ekanman. O'zimdan juda ham qoniqish his qilar ekanman. Lekin amalga oshmay qolgan rejalarim, maqsadlarimda esa o'zimni ayblab qo'yar ekanman. Sen eplay olmading, sen qila olmading, sen bajara olmading deb. Shuni aniq bilamanki, insonning o'zini nimadadir ayblashi, aybdorlik hissi uning ruhiy rivojlanishida juda ham ulkan to'siq hisoblanadi. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Men reja yozaman, maqsad qo'yaman. Agar rejalarim, maqsadlarim amalga oshsa juda ham yaxshi. Hammasi a'lo darajada. Agar amalga oshmasa-chi? Amalga oshmaganlarini esa Alloh taologa qo'yib beraman. Robbimning har doim qo'ygan rejasi, maqsadlari menikidan mukammal, menikidan zo'r va albatta zamirida xayri bo'ladi.